Bugun 6 ming qo'yibdi. Bugungi bilan 100 ming. 100 ming? Ana Ibrohim Shakka boraylik, puli ko'p kunda. Ketdik. Boramizmi? Ha, aytamiz. Ramazon aytib keldik ishingizga. Qachon ketdik ana bular? Pul bermadi-ku. Davay yana taqillat. Davay, taqillat. Ketdingmi ana yo'qlar? Mayib qilasanlarki bachani, ma. Ramazon aytib keldik eshigingizga, Xudoyim o'g'il bersin beshigingizga, oq tanga, ko'k tanga, chiqara qoling joyanga. Bo'ldi, pul beraymi? Ha? Pul. Mana. Yo'q mayli, pul sir yo'q. Taktikani o'zgartiramiz. Nega? Sen aytasan. Ket degandan keyin Ramazon aytib keldim eshigingizga. Xudoyim farzand bersin beshigingizga. bo'ldi. 100 ming. Eshigingizga, Xudoyim o'g'il bersin. Hozir bacham, hozir. Hozir pul beradi, ko'chni. Qanachadan mana bo'lsang, mana buncha katta. O'zimiz usul. Buyni orqasidan lattapti, buyni egalarni ko'ch katta.